bankirlar ham bo'lsa kerak. Bankirlarga o'xshab turibdi. Bu yerda ijtimoiy tadbirkorlar bo'lsa kerak. Ular bilan biz navbatdagi ko'rishishni oldinga topdik. Bunga sabab avvalo o'zimni tanishtirayotgan bu. Yana ismim Ibrohim, familiyam Mamajon. Mikrokredit bank, mikrokredit bankda rais o'rinbosar lavozimida ishlayman. Sizlar tumanidagi mikrokredit bank biriktirilgan havzada bu. Yaqinda Agrobankda bo'ldi. Agrobankda ko'p keltiramiz, bu yig'ilganimiz sababi hammadan xabaringiz bor, o'zi ko'rgan bo'lsanglar, televizorlarda, ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 14-sentyabr kuni videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mahalla tizimi bo'yicha, mahalla tizimi samaradorligi bo'yicha qanday yutuqlarga erishdik, qaysi tizim bu yerda oqsayapti, qaysi yo'nalish oqsayapti, yana nima qilishimiz kerak. Selektorda juda ko'p o'zlarini tegishli idoralarga ko'rsatmalarni berganlar, shu jumladan biz rahbar hokimlarga mana shu pastda mahalla bilan bo'layotgan dialog yetarli emas. Borib mahallalarda shu uchrashuv grafiklarini belgilab uchrashasiz. Biz Respublika Markaziy bankimiz tomonidan bu alohida format bilan tasdiqlanib, barcha bank rahbarlariga mana shu pastga joyiga borib, biriktirilgan tumaniga borib, shu mahalla faollari bilan, mahalla tadbirkorlar bilan uchrashib kelayotgan. Endi bu uchrashuvimizda sizlarga gapirmoqchi bo'lgan narsa, shu yig'ilishdan ko'p narsa ta'kidlandi. Mana shu yil boshidan beri mahalla tizimiga alohida e'tibor berilib, Prezidentimiz tashabbuslari bilan mablag'lar berildi. Xabaringiz bo'lsa, og'ir mahallalarga, amallar o'ziga prezident bilan guvoh bo'lgan bo'lsa kerak. Yil boshidan har bir mahallaga avval inventarizatsiya qilish infrastrukturani to'g'irlash uchun nima qilishimiz kerak? Latobni to'g'irlash kerak. Xonadonlarga, aholi tomorqalarga suv borish uchun latoblarni betonlandi ayrim mahallalarga. Oldin uchun ayrim mahallalarga asfalt berildi. Ayrim mahallaga suv chiqarib berildi. Ko'p mahallalarimizda stavbalar o'rnatilib, yangilarni ular chiroqlar o'rnatildi. Endi bu bilan birgalikda men bankirman, bank tizimi tomonidan mahallalarga berilgan bu mahalla bankiriga yordam beradigan mahalla agentligi lavozim joriy qilinadi. Shu lavozim mahalla bankiri bilan mahalla agenti birgalikda o'sha mahalladagi hamma tadbirkorlik tashabbuslarini, shu mahalladagi ishsizlarni, shu mahalladagi shu iqtisodiy mana bank bilan bog'liq bo'lgan masala, har bir xonadonga kirib chiqib nima deydi, plastik kartalar tarqatishyapti. Bankdagi nima deydi, qanaqangi omonatlar bor, qanaqangi nima deydi, imtiyozlar bor. Eng asosiysi mahallada hamma qiziqadigan ba'zi imtiyozlar mavjud bo'lsa kerak. Yil boshidan endi qilingan ishlarni aytib beraman. Mahalla bankiri, mahalla agenti paydo bo'ldi. Endi bularga vazifa yuklatildiki, shu joydagi o'zingizlar bilasizlar, mahalladagi ishlamayotgan binolar yoki ana shu xonadonlarga kirib kambag'al oilalarni doimiy daromad manbaiga ega qilish. Doimiy daromad manbaiga ega qilish. Nimaga bu hozir bo'layotgan uchrashuvimiz qo'yiladi. Video zapisi ham YouTube'larga qo'yiladi. O'sha platformaga bu yerda ko'tarilgan masalalar hammasi o'sha yerga biriktiriladi. Bu kontroldan tushmaydi, meni bo'ynimdan tushmaydi. Faqat o'sha masala hal bo'lmaydi. Mikrokredit bankdan bo'lsa,
Bankda daromad 312 bo'yicha milliydan asar bo'ladi. Milliy bank kiritilgan bo'ldi. Milliy bank. Siz aytasiz, biz ro'yxatga olamiz, kompyuterga tushamiz, Milliy bankka, Markaziy bank aniq qiladi. Respublika Markaziy bankining nazoratida bo'ladi. Meni uchrashuvimda shu masala ko'tarildi deylar, Milliy bankka aytiladi. Mana shu chiqmayapti. Murojaat qilingan sababi yoki asosli rad etinglar yoki kreditini qilib beringlar. Yurma mablag' yaxshi cho'rlik qo'llaydi emasmi? O'zim kredit olmaganman. Aha. 300 millioncha bo'ladi har oyda. Kamida. Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Narsa, birjadan narsa olib sotaman. Broker. Nima narsa olib sotasiz? Любой narsa. Yo'q, karta emas, quyosh paneli, kompyuter, hamma narsalar. Berasizlarmi Milliy bank? Normalniy mijozi? Bizda Gelson Xo'jak var, Mahalla bankidan Milliy bankda. Siz 312 bo'yicha asosiy vosita sotlashingiz mumkin. Joyim bor, shlaka blok qilgan ham joyim bor, g'alati ombor oilamda. Shlaka blok yerdan bo'ladi, shlaka blok ishlab chiqaradigan bo'lsa. Universal sale. Ro'yga chiqib beramiz. Siz taniysizmi buni? Taniyman. Boya Yaxshimi faoliyat? suhbatlashdim. O'zlaridan tabrikka olib, doktorlar chiqarib Ro'yxatga olinglar. Ha, ro'yxatga olib. Sizlar ham ro'yxatga olib. Ha, bo'ldi, registr. Platformaga kiritasizlar. Rahmat. Ismingiz nima dedingiz? Ijod, Mozay. Tadbirkorligingiz nomi nima? Korxonangiz. Universal sale. Universal Sale. Sale. Rahmat. Yana kimda nima masala bor? Bizda bor edi, tadbirkor emasman, lekin bankdan kredit olish istagim bor edi. Quruvchilikka haligi ta'mirlash bor ekan. Uyni rekonstruksiyani shunaqa deyishadi. Shu bo'yicha hujjat qilib olmoqchi edim. Agrobankdan. Bular birinchi hujjatlarni oldik, kartini ko'ramiz. Agar hozir kredit talablariga javob beradigan bo'lsa, o'zlari bilan tushuntirdik. Bu ana 120 millionlik 170 million mana uy ta'miriga. ta'mirga. Ha, o'shanda. O'lchadi. Uning uchun daromad Yo'q, ularning shartlari bor ekan. Shartlar bor. Uy o'zi garovga olinadi. Ha, bo'ldi, shartli bo'lsa turadi. Men hech qayerda ishlamaysiz. Yo'q, qadamam ishlaydilar. O'zim endi ish kirganman. Qayerda ishlaysiz? Mana endi nima bor? Barkas bor. Tikuvchilik nimasi bor? Kartexda. Bu Ularni hujjatlarini shakllantirish va o'rganishni boshlaganmiz. familiyasini shahrimizda Musayev Rahmatjon. Dadam nomiga chiqadi, dadam o'zi boshlar katta bo'lgancha unga hujjatni o'zim to'lab turdim. yaxshi, necha foizdan necha yilga berasiz? 10 yilga 25%. 10 yilga 25%. 20 yil emas. Uzaytirish imkoni bor agar. Sizlarda 10 yilmi? Tartibda 10 yil. Qaysidan Rekonstruksiya bo'yicha o'sha 170 millionligi pishirishdan bo'lish kerak. Bor ko'rdik. Haqiqatda kadastr bo'yicha hujjat ham pishirilgan. O'sha bo'yicha o'zlari bilan gaplashib nima qilganmiz, dadalarga ma'qul kelgan. O'g'illarni qurdi. grafiklarni ko'rsatib, qanchadan tushadi, nima qilib Siz mahalla bankimi yoki Yo'q, mahalla bank bo'limida bosh bo'lmasa. tumanda? Ha, 3 agrobank. Ma'qulmi? Ha. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Shohida. Xalq bankiga agent sifatida kirganman. Hozir mana o'zim kredit olmoqchi edim. Xo'jayinim ham o'zim ham ishlaymiz. Kreditni cho'rnida emasmiz, doim o'z vaqtida yopganmiz. Chiroyli molxona qilib sharoit qilganman. Endi o'sha qo'lni olmoqchi edim. 17 millionlik ekan, unga kafil so'rashdi. Endi hozirgi kunda bilasizku, kafilni topish qiyin. O'shanga kafilsiz olish iloji bo'lsa, yugursiz olish iloji bo'lsa, Siz marhamat, siz necha yil olmoqchisiz? o 50 million olmoqchi. 50 million bo'lsa, 50 millionni shu mahalla kreditdan olsa, siz mahallangizda qaysidan ko'rib turibsiz? O'zingiz Xalqbank. Siz Xalqbankdan?
Ya berem, chorva loyihalariga berayotganmiz. O'zi mana shu oyda o'zida 7,5 milliard kredit berdik oyda boshdan. Shu yerda endi avvalgi asosan xabaringiz bor, chorvachilikka hisoblashdan. Shuning uchun yuridik mijozlarga berdik. Endi jismoniy shaxslarga ham bor 50 milliongacha. Haqiqatda bu aytgan u kishi aytgandan keyin kafillikda sherik qarzorga asosida berayotganmiz 50 millionga. 50 milliondan yuqorisiga garov ta'minot olayotganmiz. Endi hozir ko'rib chiqib bosh bank bilan gaplashamiz. Agar o'rta bilan imkoniyati bo'lsa, Mahalla krediti Alisher qarzor qo'ygan. yo'q, mahalla kreditiga resursimiz yo'q biz mahallalarimizda, chunki xabaringiz bor, qaytgan resurs hisobidan. Biz endi Oilaviy tadbirkorlik. ha, Oilaviy tadbirkorlik bu kishiga 50 million kerak, 33 millionga oilaviy tadbirkorlik. Mahalla 50 millionlik shu mahalla mahalla kreditida hamma bankda bor. Undan nima qilib gaplashib berib, agar sizlarda agar shuni sazoverish kerak shu mahallaga 50 million. bizda mahalla loyihasi boshlab tartibi boshqa banklarda avval tadbirkorlik bo'yicha